Mana buni chiroyligini qara. Aka, nima deyapti bu? Ukajon, mana buni asalligini qara, buni go'zalligini ukajon. Bu adrenalinni qitchig'ini beradi-yu bu. Ukajon, bu motivatsiyani yomonini beradi ukajon. Voy, sizga motivatsiyani hozir yomonni ko'rsatdi. Ukajon, bizga bunaqa pax kerak emas. Buni skromli odamlar biladi. Buni mana shunisi yetadi mana. Nima deyapti? Bunisi nima deyapti mana? Nima deyapti ukajonim? Bitta narsa qilamiz. Nima qilamiz? Men o'ylayman, BMWni fanati ko'p. men o'ylayman, gelikni butun dunyo sevadi deb o'ylayman. BMWni muxlislari bo'lsa, mana buni qaranglar, turishini, toychog'ini qaranglar, bitta like bosinglar, ko'rsatinglar aksiyani. Ukajonim, siz uchun like bossin, gelikni sevadiganlar komment yozsin. Ro'za Ramazon oyida menga ham nasib qilsin deb, iloyim ham nasib qilsin. Ko'ramiz. Agar like'ingiz ko'p yig'sa, ukajonim, siz tarqatasiz 5 ta odamga $200 yoki $500 beramizmi? Вообще babdi. $500 5 kishiga berasiz. Agar menda gelikim yutadigan bo'lsa, odamlar kommentda yuzlab gelik deb yozadigan bo'lib, like'ingizdan ko'p komment yig'adigan bo'lsak, ukajonim, siz berasiz $500 dan. Agar like'ingiz kommentimdan ko'p yig'iladigan bo'lsa, men beraman $500 dan. Davay jigarlar, aktivni ko'rsatib qo'yamiz. Davay bitta like'larni qizartinglar. Mana aka his qilmayaptilar-da, bora. Ko'rsatib qo'yinglar. Kommentni yorib yuboringlar, ukajonim bir his qo'ysin. Bu qanaqa motivatsiya berishini.